Assalomu alaykum hammaga. Oldin va'da berganimda Haval E7 ni gibrid variantini o'zim bitta obzor qilib beraman, eshitasizlar. Agar oldingi obzor sizlarga yoqqan bo'lsa. Keling. Mashinaning uzunligi 4800 bo'ladi. Mashina uzunligi 4800, kengligi esa 1940 bo'ladi. Yerdan balandligi esa 1840 bo'ladi. Mashinaga keladigan bo'lsak, mashina birinchi pozitsiyasi bu. Birinchi pozitsiya bilan ikkining farqi hozir men sizga bitta tushuntiraman qarang. Ikkinchi pozitsiyasida 3 ta motor bo'ladi, birinchi pozitsiyasida 2 ta. Birinchi pozitsiyasida oldi ballonlarning o'rtasida elektronli motor va bundan tashqari 1.5 turbina GDI motor bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasida esa orqa ballonlarida отдельно elektronli motor, oldi ballonlarga oldi elektronli motor va bundan tashqari 1.5 turbina GDI motor hisoblanadi. O'sha uchun buni birinchi pozitsiyasida 299 ot kuchi desak, buni ikkinchi pozitsiyasida esa 365 ot kuch bo'ladi. Bu degani 0 dan 100 gacha 4,5 sekund, 8 sekund degan. Mashina ichiga keladigan bo'lsak, bitta ko'rsangiz bo'ladi. Mashinaning ichi o'zingiz tanlaysiz rangini ham mashinani oq, qora, matviy seri va bundan tashqari xo'sh balotuy. Balotuy esa mana siz uylagan och balotuy emas, jomli vaqti sizga yoqadigan rangi bo'ladi, xullas 4 talasa ham. Keyin xo'sh salon ichini ham o'zingiz tanlaysiz. Qora desangiz qora, oq desangiz oq, xohlasangiz oranjoviy salon chiqazib beramiz. Bizda narxda razlika qilmaydi ranglar. Eng zo'r qulay tomoni shu. Mashinada keladigan bo'lsak, mashinani o'sh elektronli rul, 1.5 diametrga ega panorama luk, 15 ga 6 dyuymli ekran va o'ngga 3 dyuymli tablo bo'ladi. Xo'sh, mashinani yoqib ko'radigan bo'lsak, mashina vash full jihozlangan, bundan tashqari elektronika rul. Boya aytganimdek 4,8 sekund 100 ga chiqadigan bo'lsa, mashina roli avtomatik o'z tezligingizga moslashadi. Maksimal tezligi esa 260 bo'ladi. Keyin sizga qulay tomoni, misol uchun siz skors ko'rgan vaqtingizda rol orqali tablosiga to'sib turgan bo'lishi mumkin. Olib keling kamerani. Shu sizga urgan paytda zarracha skorsga tepaga o'zi ko'rsatib boradi, ko'rasizmi? Polni. Yana bo'lsangiz parkovka holatiga qaytadi. Men sizga hozirgidek ana benzinni aytganimdek hamma funksiyasi bor. Men u narsa bo'yicha gapirib yoki boshqa narsa qilishga niyatim yo'q, videoni cho'zib. Беспроводный zaryadka deysizmi, avtohol tizimlari, bundan tashqari Type-C USB zaryadkalari, orqa deflektorlar, hamma yo'g'i bir xil benzin bilan bo'ladi, ko'rinish jihatdan. Lekin rasxodiga keladigan bo'lsak, 4,5 yoki 5 litr rasxod qiladi bo'ldi shu. Tushundingmi aka? Bunda apkatka degan narsa ham yo'q, eng qizig'i. Polni ana shu 4,5 litr bilan yuraverasiz. Eng glavnisi buni benzinga o'tkazish uchun mashinani to'xtatib gazlash yo'q, siz ekranga mana shu 15 ga 6 dyuymli tablo orqali o'z bemalol smelo yo'lga ketayotgan vaqtingizda ham o'tkazib ketishingiz mumkin. Xo'sh, bundan tashqari bunda ham голосовое управление, tomlar ochilish luklari. Qarang. Открой люк. Ko'rishingiz mumkin. Вообще idealni ishlangan o'zimga yoqqan modellardan bittasi mana shu Haval E7 modeli bo'ladi. Xo'sh, mashina orqa tomoniga keladigan bo'lsak, orqa tomonini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa tomoni xo'sh boshqa modellarga nisbatan ancha kengroq ishlangan. Слишком keng. Undan tashqari sizga yana pardalari deysizmi? Eng qizig'i mashinaning o'zi bilan birga keladi pardalar. Вообще zo'r, shikarni ishlangan mashinalardan bittasi. Даже orqasiga o'tirgan insonni orqasiga bemalol o'zini erkin his etishi mumkin. Yana sizlar bu tikka holati bundan ham yana pastroqqa tushirsa bo'ladi. Keyin bundan tashqari kolonkalarni aytmaysizmi? 8 ta kolonka bo'ladi. Uslinli sambuferni kolonka. Uslinli sambuferni degani, misol uchun siz hozir sambufer, uslinli bo'lsa sambufer nima kerak deyishingiz mumkin. Lekin ularning ikkalasining ham отдельный vazifasi bor. Qo'shiq o'qiyotgan paytida har bir instrumentni 8 ta kolonkadan отдельно aynan siz uchun musiqa aytirib beradi. Xo'sh, deflektorlarni bilasiz, 2 xil zaryadka. Yana bundan tashqari mashinaning orqa qismiga ham abagrev bor. Abagrev orqa tomonda o'tirgan inson uchun ham o'zi boshqara oladi. 3 xil funksiyada: issiq, iliq va past issiqlikda. Barlarga keladigan bo'lsak, stakanchiklari bor. Bemalol buniki panorama bilan lukni farqi bo'lganda, bunda panoramli luk bo'ladi. Bemalol 1,5 diametrda ko'tarilib ochiladi. Ham orqaga o'tirgan insonga ham tepadan keladigan toshlarni saqlash uchun parda choklari o'zi bo'ladi hammasida.
Xo'sh, bagaj kengligiga keladigan bo'lsak, bagaj kengligi ham xuddi shunaqa benzin bilan почти bir xil, lekin buni bagajda qanaqa desam, 580 litr bagaj paketlarni olib qo'yganmiz o'zimiz. E'tibor bermaysiz. Xo'sh. Mana bu o'zini uyda qo'yish uchun o'zini zaryadkasi bo'ladi. Bu bilan uyda qo'ysangiz bo'ladi. Kerak emas uni birato'la shuni qayoqqa qo'yishingizni aytib o'tib ketaman. Mashinada ikki xil zaryadlash tizimi bor. Misol uchun siz ko'chada ketyapsiz, bu zaryadkani olishingiz shart emas. Hozir bilasiz, rivojlanib ketdi elektromobillar. Bemalol ko'chada yurgan paytingizda ham qo'ysangiz agar 15 minut, 25 minutda to'ldirib beradigan o'ziniki bo'ladi. Mana kattaroq joyi bu ko'chadan to'ldirishingiz uchun gap qisqasi. Al kichikroq joyi esa mana shundan olasiz, 220 voltda smelamni to'ldirishingiz qo'yasiz, uyda ham zaryadlashingiz mumkin. Mana xohlasangiz mana bu orqali mana tok misol uchun kimning uyiga pastroq, kimdir uyida ko'proq bo'ladi tok. Mana shu funksiyalar orqali o'zingiz boshqarasiz tokni. Blok orqali. Bemalol. Xo'sh, buni olish uchun knopkalari bor. Polni o'z ochib, mana knopka bilan o'z tiqib qo'yasiz. Yosh bolaga ham zararsiz, kabellari izolyatsiyalangan bo'ladi. Xuddi o'zini tagidagi batareyka yomkisi kabi. Xo'sh. Orqasiga keling. Orqasini ham bir marta aytib o'taman. Boya aytganimdek, o'sha usulinli subwoofer bor deganim, orqasiga usulinli subwoofer bo'ladi. Xo'sh. Mana bu orqadagi elektronika miya. Mana bu tok, mana 12 voltlik akkumulyatorni bu miya orqali bu yoqda 220 volt qilib beradi. 220 volt qilib beradi. Tog'ga og'aynilar bilan yoki aka-uka oilaviy chiqib ketgan paytingizda ham, bemalol televizor yoki PlayStation o'ylab ko'rgan paytingizda ham smelanasiga 220 volt tok bor. Uyingizni ham yondirsangiz bo'ladi toki bilan, chirog'i bilan 100%. Xo'sh. Bunda 580 litr bagaj o'rindiqlar yotqizilgan holatda 1700 litr bagaj bo'ladi. Bu degani bitta katta spalni bemalol tog'ga borgan paytingizda yotib maza qilib dam olsangiz bo'ladigan varianti. Zapaskasiga keladigan bo'lsak, bunda zapaska o'zini 1 shu black piano qilingan 8 diskali variant bo'ladi. Dakatka emas, zapaska. O'zini razmerdagi balon bemalol o'rnatib, tog'ga ketgan paytingizda ham yurib ketadigan variantlardan bittasi. Komfortli, qulaylik ammo shu. Ba'zi birlar aytadi, hozir aytibdi, usti shunaqa ochiq turadimi, yo'q, bu yo'q deb. Hamma narsaning yo'li bor. Bitta tikuvchiga borsangiz, ustiga chotki tikib beradi materiallarni. O'zining rangiga mos tiktirsangiz, baribir o'zingiz boshqacha bo'ladi-da. Xo'sh, benzin bakiga keladigan bo'lsak, benzin baki 55 talik bo'ladi. 55 ta hajmda bo'ladi. Solgan paytingizda ham 60 ta olgan paytingizga endi turbaga ketish yo'li bilan общий 50 bakning kengligi 55 xullas. Benzin rasxotini aytdim, 4,5 maksimalni 5 ta qiladi. O'sha paytga ham rejimga qarab. Buni birinchi paysasiga aytdim boyagidaqa. Birinchi paysasi 6 xil rejim, full paysasi 9 xil rejim. Rejim eko, standart, sport, pisok, muzlama yo'llarga illo joylarda ham bemalol o'zini. Misol uchun agar full paysasini olmoqchi bo'lsangiz, bitta balonni botib qo'ygan, ikkinchi balonni tashqarida bo'lsa agar bitta balonni o'zini blok qilib turib qo'ygan 3 ta balon bilan smela chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu degani o'sha on-board rejimga tog'ga ketgan paytingizda qulayroq va komfortroq variant. Kechirasiz avtomobil. Kapot qismiga keladigan bo'lsak, kapot qismida 1.5 turbina GDI motor. Bu sizga ana BYD yoki boshqa mashinalarga o'xshab dvijok emas, aka haqiqatdan dvigatel 1.5 turbina GDI motor turibdi. Bu degani o'z kapotini tagiga 299 ta yovoy otni qamab qo'ygan mashinalardan bittasi mana shu bo'ladi aka. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu tomonda elektron dvigatel miyasi, oldi balonlarniki. Keyin bu yonkisdan o'zi bemalol mashinani o'zining ichida boyagi tablo orqali ko'rishingiz mumkin. Yonkis qanaqa, hozir benzindan qanaqa quvvatlanyapti, qanaqa yuryapti benzinga bemalol ko'rishingiz mumkin bu narsani. Mana bundan tashqari 2 xil antifriz bo'ladi. Endi bilasiz, motor 2 xil bo'lgandan keyin antifriz по-любому 2 xillik bo'ladi. Bu tomon gezak filtr. Bu tomon o'zi miya, bu elektron miya bo'lgan hammasi. Xo'sh, mashinaning metalikasi, atsinkovkasi qismlarga ajratilgan holatda 75% dan 95% gacha bo'ladi. Atsinkovkani bilasizmi, mana o'sha
temir korroziyaga yoki zanglashi, chirimasligi uchun bu 75% yoki birorta mashinada men bilaman 75% bo'lmaydi, 3%. 95% ham bo'lmaydi. Ichetida bo'ladi. Keyin buni rangiga keladigan bo'lsak, ana oq rangi ham, qorasi ham yoki bolotniy rangi ham, seriyasi ham aka prostoy seriya yoki prostoy oq, prostoy qora bo'lmaydi. Bularda hammasi yaqinroq olib kelsangiz, jemshuk svet bo'ladi, oq. Rostmi? Quyoshdan tovlanadigan ranglardan bittasi. Mashinada bundan tashqari 360 kamera, parasa upravlение, голосовое управление, polniy cruise control adaptivniy bo'ladi. Ba'zi birlar bitta savol tug'ildi, yaqinda bitta klientimda cruise control bor deb aytishdi, lekin cruise control qayoqdan yonadi hech kim bilmas ekan bu mashinada. Kelmaysiz ko'rsaman.